O'zingga kengligi yer va osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Ahmoq odamlar bo'lsa, mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqo." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni ichida dunyoda o'ylashadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayoti ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilisha olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilan bu dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsaning orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar, ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar, uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti, birodarlar, buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyoni. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar, siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal. Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarning ichingizda qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini sinashlik uchun yerdagi bor narsani ziynat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysinilar chiroyliroq amal qilishlarini bilishligimiz uchun oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zeb ziynatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'qib qo'yadigan ham bizimiz, deyapti. Demak, dunyoni ziynati uni matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu ziynati hisoblangan dunyoda ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa, siqilma, birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat, birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning ziynatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral akhirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat
bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar, oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tashlab olganida, abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutishgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, mawdhi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha. Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas dunyo matohi, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni. Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q, kiyimlarda chirib ketishi yo'q, o'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonda aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat, birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy, shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy, vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz. Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib dod deging kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taoloning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q, miqdorining chegarasi yo'q. Abadiy yoshlik, abadiy sog'lik, abadiy qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rosa puling ko'paydi 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda. Hamma yo'g'ing bor, o'sha qarisan o'sha sen. Pakrishkani yangisini qo'yganing bilan qo'lsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'iyapti korobka, stug bor motorda, to'rtta pakrishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan, lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi noshpabga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kecha. Unaqa gap yo'q, birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgan. Aqlingni ishlatib ko'r, birodar. Fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar sening uchun yengil bo'lib qoladi. Modomiki sabr bilan, iymon bilan qanoat bilan yashar ekansan, jannat seniki bo'lar ekan. Modomiki shunday ekan, bu musibatlar nima degan narsa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga jannatiylar kirganda nido qiluvchi nido qiladi. Ey jannat ahli, sizlar bu yerda yashaysizlar, hech qachon bu yerdan chiqmaysizlar. Abadiy tirik bo'lasizlar, hech qachon o'lmaysizlar. Doim sog'lom bo'lasizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Doim yosh bo'lasizlar, hech qachon qarimaysizlar. Ne'matlarda doimiy bo'lasizlar, hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar. Ketgin kelib ketdimi?
Endi savol. Kiramikinman jannatga? Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, lekin mo'tadil ketadi. Jannatga kiramikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganida kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida, ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu ikki narsa jamlansa, Alloh qo'rqanidan panoh berib, umid qilgan narsasiga yetkazadi dedi. Kirasan inshaalloh birodar. Dunyoda iymon bilan o'tgan, qo'lingdan kelgan solih amallarni qilgan, kalima bilan chiqib olgin, inshaalloh jannatga kirasan. Ana shu jannatga kirishingni o'zingga eslatgin. Dunyo mushkulalari, muammolari seni siqib o'ldirmaydi. Alal-oqibat Robbil alaminning mehmonxonasiga jannatga kirar ekansan, bu mashaqqatlar unutilib ketadi. Kambag'allikdan, kamchilikdan, tinkasi qurigan, musibatlarga uchrab ezilib ketgan banda o'zingga shu jannatni eslatgan. Dunyo hayoti bilan oxirat hayoti. Dunyoda eng huzur halovatni cho'qqisida yashagan, bironta mashaqqatli kun ko'rmagan odamni, kofir odamni 1000 yil yashagan deylik. Qiyomatga borganda jahannamga hukm bo'ldi, kofir edi. 1000 yil yashagan huzur halovatni cho'qqisida. Boyaga odamni jahannamga bir marta solib chiqariladi deyiladi hadislarda. Kuygan ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Banda, yaxshi kun ko'rganmisan deydi. Haligi banda jahannamga bir marta tushib chiqib turib, yaralganimdan beri shu azobda men yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Endi dunyoda eng qiyinchilik, mashaqqat hayotini ko'rgan, bironta bir yaxshi kun ko'rmagan mo'minni jannatga bir marta solib chiqarganda 14 kechalik to'lin oydek yorib chiqadi, yashnab. Banda, mashaqqatli kun ko'rganmisan bu hayotingda deydi. Yo'q, yaralgandan beri rohatdaman deydi. Shuning uchun birodar, o'sha jannatni o'zingga eslatgin-da, bu seni qiynayotgan muammolar, mushkulalar nima emas? Hech narsa emas. Bu hayotda dunyoning misoli, oxiratda hayotining misolini oldi. Nimaga o'xshaydi? Bir arqonni tasavvur qiling, nihoyasi yo'q. Boshi 10 santimetrga kraska surkab qo'yildi. Mana shu 10 santimetr joyi dunyo hayoti, arqonning qolgan qismi abadiy hayot. Hech qancha emas ekanmi? Ozgina sabr qilaylik. Abadiylik oldida 1000 yil yashasang ham hech narsa bo'lmay qoladi bu hayoting. Bu hayotda dunyo bir nafaslik o'yin kulgi xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aqlingizda yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law kanatid dunya ta'dilu indallohi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha shurbata ma." Biz juda ham qadrli deb hisoblayotgan dunyo matohi, juda ham qimmat narsa, qadrli deb o'ylayotgan dunyo matohini payg'ambarimiz aytibdilar. Agar bu dunyo ichidagi hamma ne'matlari, boyliklari Allohning nazdida chivinning qonatishchalik qadri bo'lganida, Allohga bu dunyoda qadri bo'lganida, kofirlarga bir xo'plam suv bermasdi bu dunyodan. Ya'ni bu dunyo ne'matidan bir xo'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Lekin bizning nazarimizda, johil odamlarning nazarida dunyo matohi katta narsaga o'xshab ko'rinar ekanda. Dunyosi katta bo'lsa, ha Alloh yaxshi ko'ribdi, shuning uchun beribdi deb o'ylaymiz. Dunyo unaqa siz bilan biz o'ylaganda qadrli narsa emas Allohning nazdida. Endi ana shu dunyoning qo'lingdan ketib qolsa siqilma. Unaqa qadrli narsa emas sen o'ylaganchalik. Oxiratni eslat, jannatni eslat, o'sha matoing qo'lingdan ketganiga kuymaysan. Bu dunyoning yana bir o'zgachaligi, dunyoning bir ajoyib xususiyati bor. Nima demaysizlarmi? Tugaydi-da uchi. Bu dunyoning xususiyati shunaqa, tugaydi. Sen tugaysan. Agar dunyo tursa sen tugaysan. Shuni tez-tez unutib qo'yamiz. Shundan keyin jazoga tushib ketamiz-da. Bu xususiyati nima edi? Boy ham kambag'al ham bo'ladi, musulmon ham kofir ham bo'ladi, zolim ham mazlum ham bo'ladi, shoh ham gado ham bo'ladi.
Bu dunyo tugaydi, birodar. Bu dunyo shu o'lim bilan tugaydi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini ketkazadi. Zolimni zulmini ketkazadi, mazlumni mashaqqatiga chek qo'yadi. Huzur halovatdagi kayf safoda yashayotgan odamni mana shu narsalarni olib ketadi. Shuning uchun tez-tez o'zingga o'limni eslatib tur. Undan keyin sen boradigan, inshaalloh sen boradigan jannatni o'zingga eslat. Birodar, bir kun tug'ilding, bir kun ketasan. Seni hayoting safar. Tug'ilish degan bekatdan boshlandi safaring. Qabr degan bekat bilan tugaydi. Endi shu ikkala bekatni orasida qaysi o'rindasan? O'rtaroqdamisan yo oxirroqdamisan? Uni bilmaysan. Boshidamisan, o'rtamisisan? Xabaring yo'q. Buni faqat Alloh biladi. Eng yomoni nima? Ana shu arzimagan dunyo matohi ketganiga siqilib, ustingizga dunyo mashaqqat kelganda siqilib, bo'g'ilib, o'limni esdan chiqarib turgan paytingizda to'satdan o'lim kelib qolishi eng xatarli narsa. Eng yomon narsa shu. Bir solih kishi aytadi, agar menga bugun kechki paytga borib o'lasan desa, amalimga hech narsa qo'sha olmayman deydi. Nima degani bu? Agar kech payt o'lasan desa, amalimga hech narsani qo'sha olmayman men deyapti. Nima degani bu? Chunki amalini imkon darajasida qilib yuribdi, qo'sha olmaydi. U tayyor o'limga. Hozir desa ham ketaveradi u. Biz u ertaga bir hafta yashaysiz desa, hamma ish tashlab ibodatga kirishamiz. Chunki amallarimiz ozda. Birodarlar, o'lim faqatgina jasad hayotining oxiri. Jasadimizni hayotining xotimasi, ammo abadiy hayotning muqaddimasi. Shuning uchun birodar, o'zingga tez-tez oxiratni, kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatni eslatib tur. Bizni boradigan joyimiz o'sha, inshaalloh. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafaat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor. Bir banda mo'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p. Do'zaxga hukm qilindi. Do'zaxga olib kirib ketayotganda, do'zaxni eshigidan o'tib ketayotib turib, ostonasiga borib, kirib ketayotib turib, orqaga bir o'girib qo'yiladi deyiladi. Orqaga qarab qo'yar ekan, xuddi bir oxirgi, to'xtatinglar deshini kutgandaqa. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi malaikalarga. To'xtatishadi. Ey banda, nimaga orqaga qarading? Parvardigor, sen haqingda meni gumonim bunaqa emas edi. Seni bunaqa qiladi deb o'ylagan emasman men. Nima deb o'ylagansan? Ha, meni kechirib jannatga kirgizadi deb o'ylaganman deganda, to'xtatinglar, kirgizinglar jannatga buni deydi. Kirasan inshaalloh jannatga. Faqat iymon bilan yasha, iymon bilan o't. O'zingga jannatni eslat. Dunyoda mushkulalarni unutishing juda ham oson bo'ladi. O'limdan hech kim qocha olmaydi. O'lim hech kimni tan olmaydi. Hech kimga fursat bermaydi. Namrud zo'r hayot kechirdi. Oqibati nima bo'ldi? Namrud yer yuzidagi eng katta podsholardan bo'lgan. Ibrohim alayhisalom davridagi kofir podshoh. Qani hozir u? Ketdi. Firavun o'zining zamonasidagi eng qudratli podshohlardan. Dunyoviy maishati zo'r bo'lgan Firavunni. Oqibati nima bo'ldi? Shuning uchun birodar, jannatga kirishlik uchun amal qilib qol. Robbingga qo'shni bo'lish uchun amal qilib qol. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganda malaikalar aytadi, sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli mana shu maskan jannatda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgay va bu naqadar yaxshi diyordir. Birodar, bu dunyoda och qolsang, chorasiz qolsang, xafa bo'lsang, dardga chalinsang, haqlaring poymol bo'lsa, zulm ko'rsang, joningdan to'yib ketsang, sabr qil. O'zingga jannatni eslat. Robbing huzurida seni kutib turgan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh jannatga borasan. Agar mana shu e'tiqod bilan yashasang, zararlaring foydaga, balolaring esa. Shuningdek, sizlarni o'rta, adolatli bir millat qildik. Birodarlar, dinimiz vasatiyya dini. O'rtacha yo'lni tutadigan din. Ifrot ham yo'q, tafrit ham yo'q. Bu dinda bo'sh qo'yib yuborish ham yo'q, bir yo'li qatirib tashlashlik ham yo'q. Alloh taolo Qur'onda aytadi, astagfirullah, va kazalika ja'alnakum ummatan vasata. Shuningdek, sizlarni o'rta bir millat qildik. Adolat, o'rta yo'lni tutishlik.
o'rtacha bo'lishlik. Adolatni aql ham, shariat ham talab qiladi. Adolat nima? Chuqur ham ketmaslik, beparvo ham bo'lmaslik. Kamchilikka ham yo'l qo'ymaslik, oshirib ham yubormaslik. Adolat nima? Adolat har bitta haq egasining haqqini ado qilishlik. Har bir narsani asl qiymati bo'ladi. Har bir narsaga uni asl qiymatini berish kerak. Oshirib ham yubormaslik kerak, kamaytirib ham yubormaslik kerak. Biz hayotimizda juda ko'p ishlar bor, siz bilan bizni o'rab turgan. Uning ichida muhimlari bor, unchalik muhim bo'lmaganlari bor. Birinchi o'rinda turadiganlari bor, ikkinchi o'rinda turadiganlari bor. Mana shu har bitta narsani o'zini haqqini, o'zini qadrini bilsak, o'zini o'rniga qo'ysak, siz bilan biz albatta saodat topamiz. Biz uchun eng muhim bo'lgan ishlar nima? Iymonimiz, tinchligimiz, sog'ligimiz, farzandlarimizning tarbiyasi, ilm ma'rifat o'rganishlik, ilm ma'rifatli bo'lishlik. Undan keyingi ishlar, ikkinchi darajali ishlar nima? Kiyimingiz rangiga to'g'ri kelishi, mashinangizni polirovkasini tekis turishi. Bu ikkinchi darajali narsalar. Har bir ishda o'rtacha bo'lish kerak. Hayotda bo'layotgan ishlarga biz munosabat bildirayotganda hissiyotlarimizni jilovlab olishimiz kerak. Bizni tilda aytganda emotsiyaga berilmaslik kerak. Insonni saodatini yo'q qiladigan narsalardan bittasi his-tuyg'ularga berilib ketishlik. Hissiyotga oshiqcha berilib ketishlik. Bolangizga doim qattiq qo'l bo'lsangiz ham bo'lmaydi. Doim yumshoq muomala qilsangiz ham bo'lmaydi. Ikkalasini teng ushlashlik kerak bo'ladi. Shuning uchun birodarlar, kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyotini, ehtiroslarini jilovlab olishligi kerak. Roziligi-yu g'azabida, quvonchi-yu qayg'usida adolatni ushlash kerak. Chunki sodir bo'layotgan hodisalarga munosabatlarda haddan oshishlik, chegaradan chiqishlik nafsga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtachaligini lozim tutish kerak, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Yana bir marta o'qib beraman. Muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Shariat ham o'lchovni yo'lga qo'ygan, hayot ham birodarlar adolat ustiga qurilgan. Havoyi nafsiga bo'yinsinib, hissiyotiga berilib ketgan, hissiyotiga egilib qolgan insonlar hech qachon joni tin olmaydi. Bunaqa odamlar aql xushi bilan, fikr mulohazasi bilan ish yuritmaydi. Bunaqalar hissiyotini talabiga ko'ra ish ko'radi, emotsiyasi bilan. Agar bunaqa odamlar hissiyotini, emotsiyalarini jilovlay olmaydigan bo'lsa, ana shu hissiyotiga berilib ketib ish qiladigan bo'lsa, qanaqa holatlar bo'ladi, bilasizmi? Ana shu hissiyoti qaynab turgan paytda o'ylamasdan gapirib qo'yadi. Masalan, taloqda. Jahli chiqqanda, g'azabi kelganda o'zini jilovlay olmadi-da, hissiyotga berildi, taloq dedi xotiniga. Endi ko'ring endi undan keyingi muammoni. U yoqqa borib so'radi, u yoqqa borib yo'l so'raydi, bu domlaga borib yo'l so'raydi, u qiladi, bu qiladi. O'sha paytda hissiyotini ozgina jilovlab oladi, o'zini bosib oladi, o'zini ushlab oladi, shu muammo yo'q edi. Hissiyotini jilovlamasdan, o'rtacha yo'lda tuta olmasdan, shu hissiyotiga berilib ketgan odam qizishib ketgan paytda o'ziga kerak emas narsani shart sotib oladi. Yo bo'lmasam o'ziga kerak bo'lgan narsani shart sotib oladi. Shuning uchun hissiyotni jilovlashlik kerak. Shuning uchun aql bilan ish tutish kerak. Aql bilan ish tutish degani birodar, adolatni ushlash degani. Inson ikkita holatda o'zini tuta olmay qoladi. Oshiqcha xursand bo'lib ketganda va oshiqcha xafa bo'lib ketganda, oshiqcha g'azablanib ketgan paytda. Mana shu paytda hissiyoti alanga olib ketadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima deganlar mana shu masalada? U zot aytganlar, men ikkita ahmoqona qichqirig'idan qaytarildim. Biri ne'mat kelganida, ikkinchisi musibat kelganida. Demak, mana shu ikkita holatda inson toyilib ketadi, hissiyotiga berilib ketadi. Xursand bo'lib ketganida saxovat tutib ketadi, ol senga devoradi. G'azabi kelganda yoki bir musibat kelgan paytda o'zini tuta olmay qoladi. Mana shu ikkita holatda inson o'zini jilovlay olsa, hayoti juda ham osuda kechadi. Bir insonni Alloh taolo temperamentli qilgan, jahli tez chiqib ketadi, qaynab, sanasiga loppat yonib ketadi. Kimdir sovuqqon, qizishmaydi, spokojniy turadi. Buni ishi zo'r. Ammo ajrda mononiki ko'proq agar o'zini bosib olsa. Chunki tabiatiga teskari ish qilyapti-da.
O'zingni bosib ol deydi, ha? Hovli qilib kelganingizda to'xta, o'zingni bosib ol. O'zingni o'tir, chuqur nafas ol. O'ngacha sana. O'zingni bosib ol, ha, o'zingga endi gapir. Payg'ambarimiz aytadilar, haqiqiy sabr ilk zarbada bo'ladi. Xursandchilik kelganda bitta zarba, o'zingizni tutib oling. Musibat, qiyinchilik kelganda yana bitta zarba, o'zingizni tutib oling. Shu ikkalasidan bittasi ustunga kelganda o'zingni jilovlab olishing kerak, birodar. Katta xursandchilik kelgan vaqtda o'zini tutib oladigan kishi bor. Katta musibat duchor bo'lgan paytda o'zini yo'qotib qo'ymaydigan kishi bor. Mana shu odamlar barqarorlik martabasiga yetadi. Mana shu odamlar nafsidan g'olib bo'lish baxtiga erishadi. Demak, saodatga erishadi. Alloh taolo insonni ojiz qilib yaratdi. Va jazavaga tushib turishligini xabarini berdi. Agar insonga boylik, xursandchilik, mansab, martaba yetsa, baxilligi tutib pishiq bo'lib ketadi. Agar musibat kelib qolsa, besabr bo'lib jazavaga tushib ketadi. Astagfirullah. Innal insana xuliqa halu'a. Idza massahu ash-sharru jazu'a va idza massahu al-khayru manu'a illa al-musallin. Siz bilan bizni yaratgan Parvardigorimiz bizni tabiatimiz nima ekanligini, biz nima ekanligimizni bayon qilyapti bizga. Dar haqiqat inson betoqat qilib yaratilgandir. Qachon unga yomonlik yetib qolsa, u o'ta besabrlik qilguvchidir. Qachon unga yaxshilik yetsa, o'ta man qiluvchi baxildir. Illal musallin. Faqat namozxonlar bunaqa bo'lmaydi. Namozxonlar o'zini bosib oladi. Boyib ketganda ham bir xil, kambag'al bo'lib ketganda ham bir xil. Xursand bo'lib ketganda ham haddidan oshmaydi, qo'rqib ketganda ham tushkunlikka tushmaydi. Bunaqa namozxon odamlar farovon kuniga shukr keltiradi, musibatli kuniga sabr qiladi. Ikkala holatda ham bir xil turadi. Endi hissiyotini jilovlayolmagan odamlarchi? Bunaqa odamlar hayajonga beriladi, mashaqqatga duch kelib qolsa, tezda holi xarob bo'lib qoladi, siqilaveradi, uyqusini yo'qotadi. G'azablangan kishi o'zini tuyg'usini bosa olmay qoladi, baqir-chaqir qiladi, atrofdagilardan alamini oladi. Shu paytda ichida yashirinib turgan yomon kamchiliklarni ko'rsatib qo'yadi. Xursandchilik paytida o'zini jilovlay olmagan odam yengiltay bo'lib qoladi. O'zini tuta olmay qoladi, natijada qadri tushib ketadi. Jon bor joyda janjal bor degandek, odamlar orasida albatta kelishmovchiliklar sodir bo'lib turadi. Bu bor narsa. Agar ana shunday holatda o'zingni jilovlay olmaydigan bo'lsang, adolatli bo'la olmaydigan bo'lsang, vasatiy bo'la olmaydigan bo'lsang, ahvoling nima bo'ladi? Odamlar o'rtasida munosabatlar buzilib qoladi. Ya'ni oshning bilan, do'sting bilan, qo'shning bilan ozgina bir orozlashib qolasanda, shunda hissiyotingni jilovlay olmagan bo'lsang, o'sha qo'shningni, oshningni yoki do'stingni faqatgina yomonini gapirib yuradigan bo'lib qolasan. Avvalgi qilgan ulfatchilik, avvalgi o'rtadagi mehr muhabbat, qadr qiymat degan narsani shart ko'z yumasanda hammasini unutib tashlaysan. Bir-birini ayblashni boshlaysan, fazilatni o'chirasan. Aytdik-ku, muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Yaxshi ko'rgan odamingizni faqat fazilatini ko'rasiz. Yomon ko'rgan odamingizni faqat aybini ko'rasiz. Agar biz aytayotgan shariat bizdan talab qilgan vasatiy yo'lda turadigan bo'lsangiz, ha, to'g'ri sizni xafa qilib qo'ydi hozir. Lekin avvalgi qadr qiymati ham bor-u, zaslugalari bor-u. 20 yil ulfat bo'lgansiz. Endi ona odam kelib turib yomon deb qo'ysalar, yomon deb turib olasizmi? Endi qarang, siz bilan 30 yil muomala qilib turib, 20 yil muomala qilib turib, bir oyda siz yomon ko'rishni boshladimi? Yomonlashni boshladimi? Demak, u sizga ulfat bo'lishga loyiq odam emas. Narxi past odam ekanda, 30 yildan beri tanirding-ku meni deysiz-da. Kelib bir oy yomonlab qo'ysalar, yomon deyaptimi? Demak, u siz bilan muomala qilishga arziydigan odam emas. Esdan chiqaravering. Xursand bo'ling, Alloh taolo narx qilib qo'yibdi unaqa odamni siz oldingizdan. Bo'ladimi, bo'lmaydimi? Chunki agar inson aqlini ishlatmasa, fikr mulohazaga yon bermaydigan bo'lsa, haqni yo'qotib qo'yadi. Chunki aytdik, muhabbatni ko'zi ko'r, nafratni ham ko'zi ko'r. Ammo o'zini hissiyotlarini jilovlagan odam, vasatiy yo'lni ushlagan odam shoshilmaydi, aqli bilan ish yuritadi, holatni old orqasiga qaraydi, to'g'ri xulosa chiqarishga harakat qiladi. Mana shu birodni yaxshi ko'rib qolish, yomon ko'rib qolish masalasida
Nabiy sallallohu alayhi vasallamning hadislari bor. Imom Termiziydan. U zot aytadilar: "Ahbib habibaka haunamma." Do'stingni o'rtacha yaxshi ko'rgin. Bir kun kelib, u seni dushmaningga aylanib qolishi mumkin. Dushmaningni o'rtacha yomon ko'rgin, ehtimol bir kun u do'stingga aylanib qolishi mumkin. Bu nima degani? Hamma ishingda o'rtacha bo'l degani. Yaxshi ko'rasanmi o'rtacha yaxshi ko'r. Yomon ko'rasanmi o'rtacha yomon ko'r, chunki o'zgarib qolishi mumkin holat. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, asallohu an yaj'ala baynakum va baynal ladina a'adaytum minhum mawadda, vallohu qodir, vallohu g'afurur rohim." Ehtimol Alloh siz bilan sizlar dushmanlashib yurgan kimsalar o'rtasida bir do'stlikni paydo qilib qo'yar. Alloh qodir, Alloh mag'firatli, mehribondir. O'rtacha bo'lishlik kerak. Musibat kelganda jazoga tushish ham o'rtacha, xursandchilik kelganda unga quvonish ham o'rtacha. Ammo havoyi nafsiga bo'ysungan, hissiyotiga tamomiy bo'ysunib qolgan odamlarning nazarida voqea hodisalar kattalashib boraveradi. Shuning uchun bular to'g'ri fikr yuta olmay qoladi. Ularda qalbida gina kudarat, har xil o'y-xayollar, adovatdan iborat dahshatli janglar sodir bo'ladi. Va bunaqa odamlar doimiy suratda xayollar va vahimalar ichida kun kechiradi. Bularning nazarida hamma ularga qarshi dushman. Hamma unga nisbatan fitna uyushtirayotgandek tuyulaveradi. Ko'rish olmaydi bizni deydi. Sen kimsan, seni ko'ra olmagani? Bizni ko'ra olmaydi, bizga hasad qiladi. Nima bor sen hasad qiladigan? Yahsabuna kulla sayhatin alayhim. Har bitta qichqirig'ini bizga kelayotgan balo deb qabul qilaveradi. Seni borligini bilmaydi ham odamlar o'zi aslida. O'zingga bahoni katta berib, hammani o'zingga nima deb bilasan? Dushman deb bilasan. Demak, bu odamlar shu vasatiylikdan, biz aytayotgan shariat talab qilgan vasatiylikdan chiqib ketgan. Holatga, voqealarga, hodisalarga to'g'ri fikr bildira olmaydi. Chunki bir tomonga og'ib ketgan bu odamlar. Hamma unga nisbatan fitna uyushtirayotganga o'xshab tuyulaveradi. Butun dunyo senga qarshi, hamma seni poylab turibdi. Shuning uchun doimiy vasvasada, xavotirda. Bunaqa odamlar hech qachon saodatli kun kechirmaydi. G'amdan, qo'rquvdan iborat pardasi ko'zining oldidan hech qachon ko'tarilmaydi. Ko'ngling xotirjam bo'lsin, birodar. Hissiyotga berilma. Seni qo'rqitadigan, vahimaga soladigan noxush xabarlar keladigan bo'lsa, bir narsani aniq bilgin. Tavrotda shunday yozilgan: Aktaru ma yuxof la yakun. Odatda odamlar sodir bo'lishidan qo'rqib vahima qilayotgan ishlarning ko'p qismi bo'lmaydi. Qaytarib beraymi? Odamlar unday bo'lar ekan, bunday bo'lar ekan deb vahima qilayotgan ishlarni ko'pi odatda bo'lmaydi. Inson ustiga vahimali xabar kelsa, ustiga qo'rquv kelsa, yo xursandchilik xabari kelsa, yaxshilik kelsa, o'zini jilovlab olishni bilish kerak. Hissiyotga berilmaslik kerak. Chunki hissiyotga berilgan odam, emotsiyaga berilgan odam musibatga tushib qoladi. Xursand bo'lib ketganda ham xatoga yo'l qo'yib qo'yadi, qattiq qo'rqib ketganda ham xatoga yo'l qo'yib qo'yadi. Demak, odamlar vahima qilayotgan ishlarni ko'pi odatda quruq vahima, quruq gap bo'lib chiqadi xolos. Undan tashqari, birodar, sen sodir bo'lishdan qo'rqayotgan hodisani avvaldan taxmin qilding, shunga o'zingni tayyorlab olish imkoniyating bor. Shunday bo'lsa, nima bo'pti-da? Ketadigan bo'lsa, yarim pulimga kuyaman ekan dedi-da, o'zini psixologik tayyorlab olish imkoniyati bor. Agar shunda seni qalbingni ezib tashlaydigan voqea sodir bo'lmasdan avval ruhiy ezilishdan qutulasan. Ya'ni kasal bo'lmasdan turib azobga qolib ketmaysan, o't yonmay turib kuyib ketmaysan. Manaqa bo'lar ekan dedi-da, o'zini tuta olmayapti. Hali bo'lgani yo'q, o'sha tugayapti bu. Mana pulimga kuyaman ekan, mana problema bo'lar ekan deb turib, hali problema bo'lmasdan turib musibatga tushib bo'ldi. Shuning uchun, birodar, har bir narsaga o'zini bahosini ber. Har bir narsani o'zini holicha bahola. Voqealarni, hodisalarni, muammolarni kattalashtirib yuborma. Adolatli bo'l, haqsizlik qilma. Hissiyotlarini va tuyg'ularni boshqara oladigan, har narsani adolat tarozisiga solib, har narsani o'z o'rniga qo'ya olgan kishigina haqni ko'ra oladi. Sen kelishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsa hali sodir bo'lmadi. Shuning uchun qo'g'rilmay tur. Ehtimol u narsa bo'lmas. Ehtimol bo'lsa ham sen o'ylaganchalik og'ir kechmas.
Suvni ko'rmasdan turib etigini yechmay tur. Ko'prik yetmasdan turib o'tishga harakat qilmay tur. O'zingni bosib ol, hissiyotga berilmagin. Chunki ko'p vahima uydirmalarning haqiqati asosi bo'lmaydi. Kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyot va ehtiroslarni jilovlab olish kerak. Roziligi-yu g'azabida, quvonchi-yu qayg'usida adolatni ushlash kerak. Chunki sodir bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirishda haddan oshishlik va chegaradan chiqishlik nafsga zulm bo'lib qoladi. Shuning uchun o'rtachalikni lozim tutgin birodar, mana shu to'g'ri yo'l bo'ladi. Saodatning 29-sababi va kazalika ja'alnakum ummatan wasata. Shuningdek sizlarni o'rta adolatli bir millat qildik. Har bitta ishimizda adolat bo'lsin. Biz o'ngga ham, choqqa ham og'maylik. Ifrot ham, tafrit ham bo'lmasin. O'rta yo'lda ushlaylik. Kim baxtli hayotni xohlasa, hissiyotlarini va ehtiroslarini jilovlab olishligi kerak. Rozi bo'lganda ham, g'azablanganda ham, xursand bo'lganda ham, qayg'uga tushganda ham o'rtacha turish kerak, adolatni ushlashlik kerak. Chunki hayotimizda sodir bo'layotgan hodisalarga munosabat bildirayotganimizda haddimizdan oshib ketsak, biz o'zimizga o'zimiz zulm qilib qo'ygan bo'lamiz. Hissiyotlarga berilib ketmaslik, Allohga ishlarini topshirgan, Allohga ishini tavakkul qilgan banda hayotda beli tolmay yashaydi. Lillahil masalul a'la. Banda ishlarning oqibati haqida yaxshi gumonda bo'lsa, har bir ishida Allohga suyansa, nimaga erishadi? Allohning himoyasiga, homiyligiga, rioyasiga, qo'llashiga va madadiga. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga suyansa, bu odamning hamma ishi Allohning qo'lida. Ibrohim alayhisalom juda ham katta o'tni to'plab gulxan yoqishdi. Ibrohim alayhisalomning oyoq qo'lini bog'lab o'tga uloqtirishdi. Havoda uchib ketyapti. Shunda Jibril alayhisalom keldida, "Alaka haja ya Ibrohim? Ibrohim, menga bir hojatingiz bormi?" "Ha, ushlab qoling" demadi. U sekundlarda bo'lyapti bu ish. Havoda gaplashyapti buni. Uchib ketyapti, hozir yarim sekundda tushadi o'tga. "Sizgami?" dedi. "Sizga hojatim yo'q. Robbimga hojatim bor, ammo Robbimga aytishga hojati yo'q" dedi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Ibrohim alayhisalom. Alloh taolama dedi, "Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim." Ey o't, Ibrohimga sovuq va salomat bo'ling dedi. Nima uchun? Hasbunallohu va ni'mal vakil degan uchun. Mushriklar payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni va sahobalarni qo'rqitib odam yuborishdi. Katta qo'shin ustilarga to'planib kelyapti. Bu Uhud g'azotidan keyinlar, 3 kun o'tib. Rasulullohni qo'rqitgani, sahobalarni qo'rqitgan odam yuborganda Rasululloh aytdilar, "Hasbunallohu va ni'mal vakil." Bizga Allohning o'zi kifoya, u vakillikka o'ta loyiqdir. Natija qanaqa bo'ldi? Shu oyatning davomini qarang. Fanqalabu bi ni'mati minallohi va fadl. Bas ana shu yurishdan biron noxushlik yetmay Allohning ne'mati va fazli bilan qaytdilar. Birodar, hasbunallohu va ni'mal vakil deyishni o'rgan. Yuragingdan chiqsin, ishonib turib ayt. Odam bolasi dunyoda yashar ekan, albatta xavotirga, mashaqqatga, vahimaga, qo'rquvga duch keladi. Bularning hammasini oldida sobit turishlikka insonning toqati yetmaydi. Chunki inson ojiz, inson zaif qilib yaratilgan. Va xuliqal insonu doifa. Inson ojiz qilib yaratilgan. Demak, inson ojiz. Ammo u Robbimizga tavakkul qilsa, Alloh meni qo'llaydi deb iymoni komil bo'lsa, ishini Allohga topshirsa, holi tamomiy yaxshi tomonga o'zgaradi. Kelayotgan qo'rquvlar, hodisalar, voqealar, halokatlar bandani ezib qo'yadi. Shunda unga bitta yo'l qoladi. Hasbiyallohu va ni'mal vakil deydi. Meni hisobim Allohning qo'lida, u naqadar zo'r vakildir. O'zi shu bir musibat tayda qolgan odamni boshqa nima chorasi ham bor? Nima chorasi ham bor? Agar birodar haqiqiy mo'min bo'ladigan bo'lsang, yolg'iz o'ziga suyan. Alloh taolo aytayapti: "Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin." Agar sizlar mo'min bo'lsanglar, Allohning o'ziga suyaninglar. Akangizga emas, tanishingizga emas, pulingizga emas, qandaydir kuchliroq aloqalaringizga emas, Allohga suyaning. Agar mo'min bo'lsangiz,
Shart qo'yapti. In kuntum mu'minin. Agar mu'min bo'lsanglar. Mana tarixni qarasangiz, Allohga tavakkul qilishlikni misollari to'lib yotibdi. Allohga haqiqiy tavakkul qilganlarda Alloh qanday qo'llaganini qarang. Hojar ona emiziklik Ismoil o'g'li bilan Bakkada qoldi. Ibrohim alayhisalom qo'yib ketdi, Allohga tavakkal deb qoldi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi Hojar ona. Ojiza ayol, qo'lida emiziklik bolasi, hali Makka shahri yo'q, sahro. Shunday qo'yib ketaverdi. Qolaverdi. Idan lan yuzayyana. Alloh bizni zoya qilmaydi dedi. Nima berdi Alloh taolo Hojar onaga? Zamzamni berdi. Musa alayhisalom onasi, u ham ojiza, zaif ayol. Firavun hukm qilgan, Banu Isroildan tug'ilgan har bitta o'g'il bolani, o'g'il chaqaloqni so'yilsin. Istab yurib, uyma-uy so'yishgan. Qanaqa bir sharoiti bor, qanaqa bir chorasi bor bu ojiza ayolni? Daryoga borib, sevatga solib oqizdi. Hasbunallohu va ni'mal vakil dedi. Nima bo'ldi? Firavunning qasriga borib, Firavunning bolasida katta bo'ldi. Mana shu Musa alayhisalomni qatl qilishlik uchun chaqlangan qilichlar, pichoqlar, hanjar, nayzalar Musa alayhisalomning himoyasida, xizmatida turdi. Onasini uyiga olib borib keladigan bo'ldi, Firavunning xonadonining bolasi bo'lganligi uchun. Chunki Alloh taologa birodarlar, qiyin narsani o'zi yo'q. Shuning uchun birodar, agar qiylangan bo'lsang hayotda, mashaqqatlar ezib tashlagan bo'lsa, dod devorgin kelayotgan bo'lsa, shu muammodan chiqishni xohlaysanmi? Albatta xohlaysan. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma narsani ishi, hukmi o'zini qo'lida bo'lgan Allohga topshirishingni, uni o'ziga tavakkul qil. Seni shioring hasbunallohu va ni'mal vakil bo'lsin. Allohni o'zi kifoya bizga, u vakillikka o'ta loyiqdir. Puling ozayib ketdi, davlating kamayib ketdi, qarzga botib qolding. Hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Ishing yurishmayapti, qayoqqa borsang eshiklar yopiq, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Dushmanlarda xavotir ko'payib ketdi, taqdir, tuhmatlar ko'payib ketdi, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Robbimiz o'zi bizga kifoya va u naqadar yaxshi vakildir. Shaytoniy hilalar, shaytoniy hujumlar ustunga bostirib kelib qolsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degin. Chunki shaytonning hilasi Allohga tavakkal qilgan bandalarga o'tmaydi. Qaytarib aytaman, Allohga haqiqiy tavakkal qilgan odamga shaytonning makr hilalari o'tmaydi. Astagfirullah. Inna ibadi laysa laka alayhim sultonun va kafa bi robbika vakila. Mening iymon e'tiqodli bandalarim ustiga esa sen uchun hech qanday saltanat hukmronlik bo'lmas. Parvardigoringning o'zi yetarli qo'riqlovchidir. Iblis Odam alayhisalomga sajda qilishidan bosh tortdi. Jannatdan quvildi, la'natni oldi va Alloh taolodan qiyomatgacha o'lmaslikka izn so'radi. Alloh izn berdi. Iblis nima dedi? Endi mana shu odamni deb turib la'nati bo'ldi, mana shu odamni deb turib jannatdan quvildimmi? Endi men buni zurriyotini hammasini to'g'ri yo'ldan adashtiraman dedi. Oldidan orqasidan kelaman, o'ngidan so'lidan kelaman, ustidan ostidan kelib juda ko'pchiligini adashtiraman, juda ko'pchiligi seni to'g'ri yo'lingda bo'lmaganligini ko'rasan dedi. Alloh taolo nima dedi? Meni e'tiqodli iymonli bandalarim ustida senga hech qanday hukmronlik yo'q dedi. Shuning uchun hasbiyallohu va ni'mal vakil degan narsa qalbingdan chiqsin. Rostakamiga Allohga tavakkul qil, shaytonning makr hilalari ham senga zarar qilmaydi. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, Allohning o'zi yetarlidir. Qarangda, bir muammoingiz bor. Bu yoqqa yurdingiz, bu yoqqa yurdingiz, eplolmayapsiz. Shunda bir siz ishongan, sizga yaxshilikni ravo ko'radigan, gapiga javob beradigan, seryozni odam, bo'ldi men qilib beraman, ketavering dedi. Bo'ldi, ketavering, men to'lab qo'yaman ishingizni dedi. Biz aytganda ishonchli odam, omonatdor odam, gapiga javob beradi. U haligi har xil qalanqasaq emas va sizga yaxshilikni ravo ko'radi. Bo'ldi, ketavering, to'lab qo'yaman, xotirjam uxlavering desa, bitta odam sizga ishingizni hal qilib beraman desa, uje nima bo'lib qolasiz? Xotirjam bo'lib qolasiz. Ha, o'lib qolishi mumkin.
fe'li aynib qolishi mumkin, u mansabidan ketib qolishi mumkin. Bitta shunaqa ojiz banda ishingni men to'g'rilab beraman desa, xotirjam bo'lasiz-ku. Hamma ish o'zini qo'lida bo'lgan Alloh ishingni menga topshir, o'zim bitkizib beraman desa, ishona olmaysizmi? Bizning muammoimiz shunda-da. Mana Ubay ibn Ka'b roziyallohu anhu hadisini o'qidik, zikr haqidagi darsimizda. Ya Rasululloh dedi. Bir kunda qiladigan duolarimni qanchasi sizga salovatga aylantirib qo'yay? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi dedilar Rasululloh. Duolarimni 3 dan birini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga shuncha yaxshi. Yarmini sizga salovatga aylantirib qo'yaymi duolarimni? Qancha ko'p bo'lsa o'zingga yaxshi. Imom Termiziydan bu hadis. Unday bo'ladigan bo'lsa, hamma duolarim sizga salovatga aylanadi dedi. Faqat sizga salovat aytaman dedi. Rasululloh aytdilar, unday bo'lsa gunohlaring mag'firat qilinib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da dedilar. O'sha darsda o'tganimizdan beri salovat tinmasdan aytayotganlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Bu darsda qatnashganlarda endi. Bir 10 tadan ko'proq odam o'tirardi darsda. Ajlar ishon olmayapti-da qolganlar. Qanday? Salovat aytsanglar problema hal bo'lib ketadimi? Mana masalan hozir ish yurishmayapti. Undan ko'ra bitamta ish bergani yaxshi emasmi? Masalan qarzim bor. Tursa salovat aytib o'tirsam, endi seniki ijobat bo'lmaydi. Mana kam deganda 400 ta 500 ta odam masala eshityapti-ku kunda kelib. Qarang bir 50 ta odam yo'qda, 10 tadan bitta odam qo'l ko'tara olmayapti. Endi ayb kimda ekan? Hayotda osuda, xotirjam, sakinat bilan yashamayotganingizga sabab nima ekan? Ishonmayapsiz, birodar. Qanday? Prosta salovat aytsa hal bo'ladimi? Bilmadim. Unda gunohlaring mag'firat bo'lib, g'amlaring hal bo'lar ekan-da deyaptilar Rasululloh. Tilingiz bekar qoldi, salovat ayting-da. Ishona olmaysizda. Shuning uchun aytyapmiz, haqiqiy tavakkal qilganga beriladi bu narsa, hammaga emas. Modomiki hayotni beradigan ham, oladigan ham Allohning o'zi ekan. Rizqni berib, man qiladigan ham o'zi ekan. Endi nima uchun boshqalardan qo'rqib, boshqalardan umid qilasan, birodar? Nimaga qo'rqasan birodardan? Ustingga kelayotgan ko'p g'am va tashvishlar, birodar, anduqlar nima sababdan kelyapti bilasanmi? Sen hech ham o'ylamagansan bu narsani. Gunohlar deysilar, taqvoimiz yo'qligi deysilar, namozga beparorligimiz deysilar, lekin bu narsani bilmaysizlar. Nimaga shu muammolar kelyapti bilasizmi? O'zingga o'xshagan odamdan umid qilishliging, o'zingga o'xshagan bandaga suyanishliging, unga laganbardorlik, unga tilg'onamalik qilishliging. Shu sababdan ustingga musibatlar keladi. Odamga suyanganligi uchun problema keladi ustingga. Bunaqa qilma birodar. Chunki u sen umid qilib, undan yaxshilikni umid qilib, undan foyda kelishini umid qilib, unga sen laganbardorlik qilayotgan odam ham senga o'xshagan odam. U ham ojiz banda. Shuning uchun Allohni o'zidan umid qil, faqat Allohni o'ziga suyan. Shunda ko'p muammolardan qutulasan. Psixologik muammolardan, ta'madan, laganbardorlikdan, patqalimlikdan va nimadan? Puldor odam kasal ikki bo'kilib turadi. Pisand qilmaydi senda qani. Sen Allohdan kutgunda, senga mansabdormi, puldormi bir xil bo'ladi. Tekkiz muomala qilasan. Qimmat mashinada, qimmat kiyim bilan kirib kelsa, qimmat telefon bilan. U savdo qilsa, qilmasa qulluq qilasiz, aka keling deysiz. Prosta ko'rib chiqib ketadi. Endi bunday qo'li kaltaroq, yupurroq odam kelib turib, sizga palon pulli savdo qilsa, bunday turasiz sizning oldida. Yana bir muhim narsa, inson bir narsaga erishishligi uchun sabablarni qilish kerak. Sen maqsadingga yetishlik uchun ikkita sabab kerak senga. Bittasi asliy sabab, bittasi tayin qilingan sabab. Asliy sabab, tayin qilingan sabab. Asliy sabab bu Allohning xohishi. Tayin qilingan sabab sen qilishing kerak bo'lgan ishlar. Shu ikkalasi bo'lsa, seni maqsading ro'yobga chiqadi. Qog'ozni kuyishiga olov sabab. Ko'katni o'sishiga suv sabab. Qon oqishiga pichoq sabab. Kunni isishiga oftob sabab. Bular bor yo'g'i sabab. Qaranglar. Olov, suv, pichoq, oftob sabab. Bular biz xohlayotgan ishni qilib bera olmaydi. Balki u narsani Allohning xohishi beradi. Dalil.
Ibrohim alayhisalomni yoqib yuborishlik uchun mushriklar katta gulxan yoqishdi. Sabab bor. Oyoq qo'lini bog'lab otishdi. Sabab bor. O'tga tushdi. Kuydimi? Demak, o't kuydirmas ekanda, Allohning xohishi kuydirar ekan. O't bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Ibrohim alayhisalom o'zini o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlikka yotkizdi. Oyoq qo'lini bayladi, yuzini yerga tegizdi, tomog'iga pichoqni qo'ydi, tortdi. Ismoil alayhisalom so'yilish uchun hamma ish qilindi. Pichoq kesdimi? Demak, pichoq kesmaydi ekan. Allohning xohishi kesar ekan. Pichoq bor yo'q nima ekan? Sabab ekan. Yunus alayhisalom qavm u kishini halok qilishlik uchun dengizga irg'itishdi kemadan. Baliq yutib olib tushib ketdi dengiz tagiga. Dengizda tagi, baliqning qorni, havo yo'q. O'lishlik uchun hamma sabab qilindi. Yunus alayhisalom o'ldimi? Demak, havoni yo'qligi o'ldirmas ekan. Havoni yo'qligi faqat sabab ekan. Kim o'ldirar ekan? Allohning xohishi o'ldirar ekan. Musa alayhisalom Misrdan ana shu 600 ming Yahudi bilan chiqdi, qochib. Dengizda oldiga keldi. Orqadan Firavun qo'shini bilan yetib keldi, qirib yuborishlik uchun. Agar yetib kelsa, haqiqatan qirib tashlaydi. Lekin kim xohlasa qirib tashlaydi ular? Kimni xohishi bilan bu ishga qodir bo'ladi? Lekin Alloh xohlamadi buni. Aksincha shu zolimlarni o'zini halok qilishini xohladi. Bironta odam yerdan bitta tosh olib Firavunning qo'shiniga otgani yo'q, Bani Isroilning ichidan. Ular hech narsa qilmadi. Endi Allohning xohishi bo'luvdi, dengiz o'zi cho'ktirib qo'ydi. Tushunarli birodarlar, pichoq kesmaydi. O't kuydirmaydi. Suv cho'ktirmaydi. Alloh qiladi bularni. Siz bilan bizni qilayotgan ishimiz bor yo'g'i sabab. Firavunning halok bo'lishiga alohida e'tibor bering birodar. Bu qissada bandalar qilish kerak bo'lgan bitta sabab yo'q. Alloh xoladi, tamom bo'laverdi. Ibrohim alayhisalomni odamlar o'tga tashashdi, sababni qildi. Ismoil alayhisalomning tomog'iga pichoq tortildi, inson sababni qildi. Yunus alayhisalomni tashlashdi. Bularning hammasida sabab bo'lib turib bo'lmadi. Sababni qilsa ham bo'lmadi natija. Ammo Firavun ishida sabab bo'lmasa ham bo'ldi. Kim aytgani bo'lar ekan? Kim aytgani bo'lar ekan? So'raylar kattalardan. Bolam bezillamadi, Xudo aytgani bo'ladi deydi. Shuning birodar, xotirjam bo'l. Biroq qo'rqitsa qo'rqib ketma. Biroq yaxshi narsani va'da qilsa ishib ketma. Ular hech narsa qila olmaydi. Agar Alloh bir ishni xohlasa, sababni ham kerak yo'q ekanmi? Astagfirullah. Innama amruhu iza arada shay'an an yaqulu lahu kun fayakun. Alloh bir ishni xohlasa, bo'lishini. Shu ishga bo'l deydi, bo'ladi. Sabab ham kerak emas. O'shuning uchun Allohdan qolmang birodar. Allohga tavakkul qiling. Qoida. Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin, birodar, Allohga suyanishing, Allohga tavakkul qilishing qanchalar kuchli, quvvatli bo'lsa, seni saodating ham shunga yarasha bo'ladi. Agar Allohga suyanishni bilmasang, Alloh bilan himoyalanishni bilmasang, shunga yarasha baxtsiz yashayverasan. Chunki Alloh taolo aytadi, astagfirullah, ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va la hum yahzanun. Xoliq subhanahu va taolo aytayapti. Siz bilan biz yaratgan zot aytayapti. Bizni nima baxtsiz qilish, nima baxtsiz qilmasligini biladigan zot aytayaptiki, ogoh bo'linglar. Ogoh bo'linglar. Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Inson Allohning do'sti bo'lsa, tavakkul qilib turib, unga g'am, qayg'u bo'lmaydi dunyoda. Qo'rqma birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi, agar buni Alloh xolamagan bo'lsa. Shuning uchun biroq qo'rqsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni yopib tashlayman desa, va desa, qo'lingdan kelgan sabablarni qilginu, hasbunallohu va ni'mal vakilda. Xotirjam bo'l. Bu yo'q nima bo'ladi? Allohning aytgani bo'ladi. Birov senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xolamasa. Birov senga zarar yetkaza olmaydi agar Alloh xolamasa. Shuning uchun seni yuragini siqadigan bir xavotirli xabar kelsa,
Seni qo'rqitadigan bir so'z kelgan bo'lsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Abdulloh ibn Abbosni o'zining uloqlariga uchqashtirib olib, yosh bola ekan, bir qancha narsalarni o'rgatdilar. Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat. Ey bola, men senga bir qancha so'zlarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, Alloh seni saqlaydi. Alloh aytganda qabul, Alloh saqlaydi. Allohning haqlarini saqlagin, uni doim qarshingda topasan. Qachon muammoing bo'lsa Alloh hal qilib beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, ko'mak tilasang, Allohdan tila va bilginki, butun ummat senga biron bir foyda yetkazish uchun jamlansa, ular senga faqatgina Alloh yozgan foydani keltira oladi. Butun ummat. Agar butun ummat senga zarar yetkazishlik maqsadida to'plansa, ular Alloh yozganidan oshiqcha zarar yetkaza olmaydi. Chunki seni ustingga keladigan yaxshi yomon kunni yozgan qalam ko'tarildi, sahifalar quridi, ish bitdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh sollallohu alayhi vasallam bilan hijrat qilib, Savr g'orida o'tirishar edi. Rivoyatlarga qarasak, o'rgimchak to'r solib qo'ydi. Bir kaptar kelib yotib oldi shu yerga. Mushriklar o'shigacha chiqishdi. Qarang, bironta sababi foyda qilmadi. Rasululloh hijrati uchun 10 ga yaqin sababni qildilar. Shimolga qaramay yurmasdan janubga qarab yurdilar. Kechasi chiqdilar, qo'ylarning izlari bilan tuyanisini yopishdi, g'orga kirib 3 kun o'tirishdi. Hamma sababni qildilar, ammo bu sabablarning bittasi foyda qilmadi. Quraysh baribir top chiqdi shu yerga. Chiqishdi, Abu Bakr Siddiq va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ularning oyog'ini ko'rib turishibdi. Shunda Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Nima yig'layapsiz, Abu Bakr? Ya Rasululloh, agar hozir oyog'ini tagiga qarasa ko'rib qolardi dedi. Robbisining va'dasiga tamomiy iymoni komil bo'lgan Muhammad sallallohu alayhi vasallam, haqiqiy tavakkulchilarning ustozi bo'lgan Muhammad alayhisalom, ya Abu Bakr, ma zannuka bi isnayn Allohu salisuhuma dedi. Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanaqa gumondasiz dedi. O'rgimchakda to'r to'sdimi? Dunyodagi eng nafis parda shumi? Eng nafis to'siq shumi? Alloh xolodi shu o'rgimchakda to'ri sabab bo'ldi. Ammo payg'ambarimizning qilgan hech qaysi sababi foyda qilmadi. Shuning uchun birodar, seni sababing maqsadingga yetkazmaydi. Allohning xohishi yetkazadi. Allohning xohishi qachon bo'ladi senga foydasi? Hasbunallohu va ni'mal vakil desang. Qarangda, shu yerda bitta sabab qoluvdi. Rasulullohga va Abu Bakr Siddiqqa bitta sabab qoldi. Qaysi sababni qilish kerak edi ular? Oxirgi sabab edi. Nima edi? Allohning va'dasiga ishonib jim o'tirish edi. Oxirgi sababni ham qildi, Alloh taolo saqladi. G'orda oldan qaytib ketishdi. Shuning uchun birodar, hamma hisob-kitobni qilasan. Svet o'chib qolsa dvijok, mikrofon ishlamay qolsa mana bu, ona qori kelmay qolsa mana bu. Hamma sabablarni qilding, bar bo'lmadimi? Endi nima deyishing kerak? Nima deyish kerak shunda? Alloh shuni taqdir qilgan ekan, bo'ldi. Biz sababini nima qildik? Xotirjamisiz? Haqiqiy tavakkalchi qanaqa bo'ladi? Mana endi shu savolni so'raylik o'zimizdan. Men har safar hasbiyallohu va ni'mal vakil, hasbunallohu va ni'mal vakil deyapman, Allohga tavakkal deyapman. Men haqiqiy tavakkulchimanmi? Haqiqiy tavakkalchi inson qanaqa bo'ladi? Sababni puxta qiladi. Xuddi tavakkal qilishni bilmaydigan odamda faqat sababni qiladi. Keyin sabablarni zo'r qilib qo'ygandan keyin sabab qilmagan odamdaqa Alloh o'zingga topshirdim deydi. Haqiqiy tavakkulchi qanaqa bo'ladi? Sababni zo'r qildi. Keyin sababni qilmagandaqa Allohga tavakkal dedi. Endi undan keyin qanaqa ish bo'lsa ham endi u rozi. Shu odam haqiqiy tavakkulchi. Hamma sababini qildimi domla? Tavakkalni ham qildimi domla? Bar bo'lmadi-yu. Sen tavakkalchi emas ekansan. Chunki haqiqiy tavakkulchi qanaqa natija bo'lsa ham undan rozi bo'ladi. Endi so'rayinchi o'zingizdan, siz haqiqiy tavakkulchi ekansizmi? Shuning uchun ulamolar aytishadi, tavakkul 3 xil bo'ladi. Birinchisi shikoyat qilmaslik. Ikkinchisi rozilik, uchinchisi muhabbat. Birinchisi shikoyat qilmaslik, bu sabr darajasi deyiladi. Zohid insonlar sabr qiladi, shikoyat qilmaydi. Ikkinchisi rozilik.
Bu Allohning taqsimiga, Allohning bergan kuniga rozilik. Bu sodiqlarning tavakkuli. Uchinchisi muhabbat. Allohning qilgan ishini yaxshi ko'rish, garchi sizga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Bu anbiyolarning tavakkuli. Tavakkulning birinchisi shikoyat qilmaslik, ikkinchisi rozi bo'lish, uchinchisi yaxshi ko'rish. Endi tavakkulning samaralari. Mana endi nima bor bizga tavakkal qilsak, birodarlar? Birinchidan Allohning muhabbati bor. Innalloha yuhibbul mutawakkilin. Alloh tavakkulchilarni yaxshi ko'radi. Agar Alloh seni yaxshi ko'rgan bo'lsa, yutdi ikki dunyoda. Keyingi foydasi, rizqing keng bo'ladi. Hozir 99% odamning g'ami shu pul topishda, to'g'rimi? Ha? Pul topishda. Rasululloh aytadilar, agar sizlar Allohga haqiqiy tavakkul qilganinglarda, Alloh sizlarning rizqinglarni xuddi qushning rizqini bergandek berar edi. Qush ertalab uchib chiqib ketadi, qorni och, kechki payt albatta qorni to'q keladi. Och qolmas ekan qush, birodarlar. Uni hunari yo'q, do'koni yo'q, sababi yo'q, uchib chiqib ketishinglar bor. Qush albatta qorni to'yib kelar ekan. Agar sizlar chinakamiga haqiqiy tavakkul qila olsanglar, qushni qornini to'yg'izganda to'yg'izadi Alloh deyapti. Tavakkulning yana bitta samarasi, shaytonning vasvasasidan omonda bo'lasan. Hamma qo'rqib bo'layotgan ishlardan vahimaga tushganda xotirjam turasan. Innahu laysa lahu sultonun alallazina amanu va ala robbihim yatawakkalun. Albatta iymon keltirgan va yolg'iz Allohga tavakkal qiladigan zotlar ustida shayton uchun hech qanday saltanat yo'q. Vasvasadan omonda bo'lasan. Jannatga behisob kirasan. Payg'ambarimiz aytadilar, meni ummatimdan bo'lgan 70 ming kishi bor, ular jannatga hisob kitobsiz kirib ketadi. Sahobalar, ular kimlar yo Rasululloh deyishdi. U zot javob berdilar, o'zlarini kuydirmagan, kuydirib davolamagan, ruhiya qildirmagan va Allohga tavakkul qilganlar dedi. Haqiqiy tavakkul qilgan odam jannatga hisob kitobsiz kiradi deyapti Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Tavakkulning yana foydalaridan insonni azizlikka boshlaydi. Chunki meni ishim Allohning qo'lida. Alloh rizqimni yetkazadi. Alloh foydani ham, zararni ham o'zi beradi degan odam xo'jayin uni xor qilsa ko'tarmaydi. Biroq qo'rqitsa qo'rqmaydi. Alloh rizqni bitta eshigini yopsa, ikkinchisini ochadi, bitta shart izzat nafsi bilan chiqib ketaveradi. Kim Allohga suyansa, bas albatta Alloh g'olib va hikmatlidir. Tavakkulning yana samaralaridan haqiqiy tavakkul qilayotgan bo'lsang, bu seni qalbingda iymonni chin rost ekanligini dalili bo'ladi. Va alallohi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Agar sizlar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsanglar, Allohga tavakkal qilinglar. Tavakkulning samaralaridan ishingni tuzatadi, ahvolingni o'nglaydi, fitnalardan, musibatlardan to'sadi. Haqiqiy tavakkul qilishlik, birodar, duolarning ijobati bo'lishining sababi. Haqiqiy tavakkul qilishlik maqsadingga olib boradi. Haqiqiy tavakkul qilishlik seni ikki dunyoda saodatli qiladi. Ana shu tavakkulga Imom Buxoriyda keltirgan bir hadisni hikoyasini aytib beraman. Rasululloh aytadilar, Banu Isroildan bo'lgan bir kishi boshqa bir Banu Isroillik kishidan 1000 dinor qarz oldi. Qarz olayotganda qarzni berayotgan guvoh keltir dedi. Hali qarz olayotgan Allohning o'zi guvoh dedi. To'g'ri ayting dedi. Menga kafil keltir dedi. Allohning o'zi kafil dedi. To'g'ri ayting dedi. Ma'lum vaqtda berishlikka 1000 dinorni qarz qilib berdi. Haligi odam molni oldi, dengizga o'tirib ketdi. Tijorati bilan. Pul berish kerak bo'lgan vaqt kelgan paytda 1000 dinorni oldida dengizni bo'yiga keldi. Bo'yiga odam tomonga ketadigan kema bo'lsa berib yuboraman deb. Lekin kema bo'lmadi. Shunda nima qildi? Bir katta yog'ochni oldi, ishini o'ydi, dinorlarni soldi, yamadi, dengizga uloqtirdi. Nima dedi? Parvardigor, o'zing bilasan, palonchidan 1000 dinorni qarz olganman. Kafil keltir deganida seni kafil deganman. Seni kafilligingga rozi bo'ldi. Guvoh keltir dedi. Allohning guvohligi yetadi dedim, unga ham rozi bo'ldi. Men pulni jo'natgani kema qidirdim, ammo topmadim. Mana endi mana yog'ochning ichidagi pul senga omonat. Dedi, dengizga tashlab qaytib ketdi. Allohga o'ziga tavakkal qildi, 1000 dinorni yog'ochga solib dengizga tashlab yubordi. Va'dalashilgan vaqt keldi, haligi pulni bergan haqdor dengizni bo'yiga chiqib turibdi, kelishini kutib.
Kema yo'q. Bir payt g'ola sohilga chiqib qoldi. Haligini ko'rdida, ha o'tin bo'lar, yaqarmada olib borib turib, yorug'ni ichidan tillasi chiqdi. Haligi odamga yozgan maktubi ham chiqdi. Endi nariga odam keyinroq yana boshqa 1000 dinorni olib turib, qarzi to'lagani keldida uchradi haligi odamga. Men sizga vaqtida haqingizni beraman deb kema istab chiqdim, bo'lmadi. Mana endi ko'tarib keldim deganda, seni yuborgan omonatingni Alloh yetkazdi menga dedi. Haligi 1000 dinorni olib, qo'lidagi bilan qaytib ketaverdi. Yog'ochni ichida omonati keldi. Nima uchun keldi? Nima qiluvdi? Bandani saodatga yetaydigan eng katta narsa, eng katta sabab Allohga tavakkul qilish. Unga suyanish, uni himoyasi bilan chegaralanish. Binobarin Allohga suyanishi va tavakkul qilishi qanchalar quvvatli bo'lsa, bandaning saodati ham shunga yarasha bo'ladi. Ala inna awliya Allohi la xawfun alayhim va lahum yahzanun. Ogoh bo'lingiz kim? Albatta Allohning do'stlariga biron xavf va xatar yo'qdir va ular g'amgin bo'lmaslar. Dunyoda g'amgin bo'lmaysan, birodar. Dunyoda mahzun bo'lib yashamaysan, o'kinmaysan, g'amgin bo'lmaysan agar Allohga haqiqiy tavakkul qilsang. Qo'rqma, birodar. O't kuydirmaydi, pichoq kesmaydi, suv cho'ktirmaydi. Agar buni Alloh xohlamasa. Biroq qo'rqitsa, ishingni olib qo'yaman desa, do'koningni olib tashlayman desa, bularga parvo qilma. Qo'lingdan kelgan sababni qilginda hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Bu yo'q nima bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi. Biroq senga foyda keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Biroq senga zarar keltira olmaydi agar Alloh xohlamasa. Shuning uchun sen ustingga qo'rquv xavotir kelsa, hasbunallohu va ni'mal vakil degan. Va man yatawakkal alallohi fa huwa hasbuhu. Kim Allohga tavakkul qilsa, bas Allohning o'zi unga yetarlidir. Saodatning 28-sababi hasbunallohu va ni'mal vakil. Bizga Allohning o'zi kifoya va u